Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi 15 kilovatlik avtomatik kotelimizni yig'ib oldik. Bu kotelimizga lapatkali garelka qo'yib berganmiz. Garelkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana lapatka holatida. Lapatkasida ham suv yuradi. Shunaqa sistema qilganmiz. Umuman ishilib ketdi, bukilib ketdi degan gap bo'lmaydi. Kerak bo'lsa mana shu lapatkani o'zi ham issiqlik oladi cho'qdan. Kapadaga rosa foydasi kuchli. Eshiklarida mana atrajatllari bor. Kotelimiz mana ikkitalik двойной reduktor deyiladi. Reduktor motor bilan jihozlaganmiz. Mana ishlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. 6lik list tashkil qilingan, ancha-muncha ko'mirni maydalab olib kirib ketaveradi. Kotelimizga o'zimiz yasagan oddiy miyadan qo'yib berganmiz. Ventilyator, dvigulyatori, termostat, taymeri bor. Kotelimiz polniy utublik bo'lgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana avtoreversi bor. O'zimiz miyada avtoreversi bor. Orqa oldi qilib 3 marta harakat qiladi. Kotelimiz ochiq yopiq sistemalarga qo'yilsa bo'laveradi. Tipladmenlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ikkita, 3ta, 4ta, 5ta plus 25 li rossiyskiy turbadan ham terganmiz, 2 qator. 7 ta kaseta hisoblanadi. Kapasitesi o'ta kuchli. Bunkerimizga 130 kg ko'mir sig'adi. 2 sutkadan 4 sutkagacha yetkazib beradi. Bu 15 kilovatligimizning narxi $950 dan boshlanadi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. 12 ta viloyatga dostavkasi bepul. Kotelimiz ko'rinishi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.